Namangan tumani Urganchi MFI'da bir kontur bir mahsulot bo'yicha joyiga kelib bir kontur bir mahsulot bo'yicha joyiga kelgan holda ish tashkillanib, ushbu kontur Urganchi MFI hududidagi 152-175 konturlar hisoblanib, bu yerda asosan urug'chilikka ixtisoslashtirilgan bu yerda mana hozir ekilgan holati, mana unib chiqish hosildorlik o'zi unib chiqishni boshladi, unib chiqqan. Xudo xolasa mana sabzi urug'larimiz, mana shu qizilcha urug'larimiz hammasi joyida bo'lgan. O'sha bu yerda hozir bu dehqon xo'jaliklar 53 nafar dehqon xo'jaliklar tashkil topgan bo'lib, bularda har biri o'rtacha daromadda 13,5 million so'mni tashkil qiladi. Ushbularni o'sha yig'ishtirib olish, joylashtirish bo'yicha o'sha bizda lider tadbirkorimiz bor. O'sha tadbirkorimiz o'zi biriktirilgan Muboshir Gavhar Shohbegim mas'uliyati cheklangan jamiyati ushbularni shu urug'larni shu yig'ishtirish, joylashtirish zimmasi ushbu lider tadbirkorimizga yuklatilgan. Mana hozir sabzi urug'larimiz mana chiqib, o'zi ko'rindi. Mana qizilcha urug'larimiz o'zi boshlandi. 80 kunda yetib pishib, yetiriladi. Bularning hammasini yig'ishtirib olinadi.